Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun ona tili o'qitish metodikasi fanidan savod o'rgatish jarayoni bosqichlari, savod o'rgatishda tayyorlov davri mavzusi bo'yicha ma'ruza mashg'uloti bo'yicha ma'lumotlarni birgalikda tanishib chiqamiz. Sizlar bilan birgalikda ma'ruzachi Denov tadbirkorlik pedagogika instituti o'qituvchisi, katta o'qituvchisi Xushbaq Qobilbek Shokirovich hisoblanadi. Demak, siz bilan birgalikda bugun savod o'rgatish jarayonining bosqichlari, savod o'rgatish tayyorlov davri haqida tanishib o'tamiz. Bu bo'yicha rejalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, savod o'rgatish jarayoni va uning davrlari, alifbogacha tayyorgarlik davri va bu davrda beriladigan bilimlar, alifbo davri bu davrning maqsad va vazifalari, savod o'rgatish davri o'quvchilarni bo'g'inlab o'qishga o'rgatish, savod o'rgatish o'qish darslarining turlari va tuzilishi, savod o'rgatish davrida nutq o'stirish usullari. Demak, mana shu rejalarimizni birin-ketin sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz va ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Bu mavzularimizni bir-birini izchillikda to'ldirib, birgalikda olib borayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, savod o'rgatish jarayoni, savod o'rgatish jarayoni o'quvchilarga qancha vaqt va qachondan boshlanadi va bu davrda nimalar o'rgatiladi? Savod o'rgatish jarayoni asosiy metodi bu analitik sintetik, ya'ni tahlil va tarkib metodiga asoslangan hisoblanadi. Bu davrga to'xtaladigan bo'lsak, savod o'rgatish jarayoni o'quvchini 1-sinfga maktabga qabul qilingan o'quvchilarni qabul qilgan kunidan boshlab to o'sha 2-chorak yakuni, ya'ni 31-dekabrgacha davom etadigan jarayon hisoblanadi. Bu vaqtning o'zini 2 davrga bo'lib olamiz. Bular alifbogacha tayyorgarlik davri, alifbo davri 2-bosqich hisoblanadi. Birinchi bosqichga to'xtaladigan bo'lsak, tayyorgarlik davri, ya'ni o'quvchilarni maktabga tanishtiruv jarayoni va ularni alifboga olib kirilishi, harflar o'rganilishi, ular elementlari haqida qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lish jarayoni o'sha 1 hafta davomida, ba'zi manbalarimizda 2 hafta ham qilib beriladi. Asosan o'sha 1 hafta sifatida ko'rishimiz mumkin. Va keyingi bosqich esa bu o'sha holatda 31-dekabrgacha bo'lgan vaqtni qamrab oladi. Bunda biz to'liqligicha o'quvchilarga savod o'rgatish jarayonini amalga oshirib boramiz. Ya'ni bu o'sha ko'rib turganingizdek 4 oyni o'z ichiga olayotgan davr edi. Demak, alifbogacha tayyorgarlik davri. Bu davrda biz nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak? Bu davrning asosiy vazifasi o'quvchilarni maktab, sinf, tartib-nizom qoidalari, o'quv qurollari bilan tanishtirish, nutq o'stirishga oid mashqlar o'tkazib, fonematik eshitishni o'stirishdan iborat asosiy vazifalar hisoblanadi. Ya'ni o'quvchi maktabga keldi, maktab tartib-nizomi, qonun qoidalari, u yerdagi jarayonlar, o'quv qurollari nima ekanligi, bu holatda o'sha ularning maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqi qay darajada rivojlantirildi, ularning nutqida tekshirib olish holatlari, ularning fonematik eshitish qobiliyatlari, ya'ni tovushlarni eshitish darajasi qay darajada, ularni tahlil qilish darajasi qay darajada, bular bilan tanishib olishimiz va o'quvchilarni maktabga tayyorgarlik bosqichini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bu bosqichda o'quvchilarga og'zaki va yozma nutq haqida gap, so'z, bo'g'in, tovushlar haqida nutqning gaplardan esa so'zlardan tuzilishi, so'zlarning esa bo'g'inlardan tuzilishi, bo'g'inlar esa bevosita tovushlardan tashkil topish haqidagi ma'lumotlar ularga shu qisman tushuncha sifatida berib boriladi. Bu jarayonda maxsus nusxalar asosida o'quvchilar bog'lanishli nutq ustida ishlanadi, ya'ni ular og'zaki shakldagi bog'lanish nutqi qay darajada ekanligini tekshirib olinib, ularning yanada shakllantirish ustida ish olib borilishi kerak bo'ladi. Ularga alifbeda berilgan rasmlar asosida hikoyalar tuzishdan tashqari o'zlari bilgan she'r, ertak, hikoya, tezaytish, maqol, topishmoq, halqa shulalari, alla, qo'shiqlar, latifalardan aytilib ko'riladi. Ya'ni bu jarayon ularda maktabgacha ta'lim muassasalarida shakllantirilgan bosqich hisoblanadi. Chunki bizning maktabgacha ta'lim muassasalarining asosiy vazifalari o'quvchilarning nutqini shakllantirib berish hisoblanadi. Demak, bevosita o'sha tayanch so'zlar asosida gap tuzdirishda alifbe sahifalaridagi so'zlarning talaffuzi, o'qilishi, ma'nolari ustida ishlash uyushtiriladi. Bu bosqichdagi yozuv darslarida o'quvchilar yozuv daftari, yozuv chiziqlari tanishtirib, harf elementlari yozishga o'rgatiladi. Ularning namunaga qarab grafik xatolarini aniqlash, o'z-o'zini tekshirish, harf oralarining tengligiga rioya qilishi, chamalab yozish kabi ko'nikmalar hosil qilinadi. Bu bosqichda tovush bilan harfni farqlashga o'rgatish ko'zda tutiladi. Ya'ni bunda nima qiladi? Bu endi o'sha alifbogacha tayyorgarlik davrida o'quvchi tanishib olgandan keyingi jarayon ketyapti. Ya'ni alifbo davri. Alifbo davrida bevosita o'quvchilarning ularni olib kirilishi alifboga va bevosita ularning shakllantirish, ishlanishi, daftar, o'sha ruchkani ushlanishi, daftarning tutilishi, qanday daftar turlaridan foydalanishi, o'quvchilarning o'tirilishi, partada qanday o'tirish kerakligi, mana bu jarayonlar to'liqligicha o'rgatib boriladigan holatlardan hisoblanadi. Ushbu bosqichdanoq tovush va harf o'rtasidagi chegaraga qat'iy rioya qilinadi. Ya'ni tovush nima, harf nima
nima? Bu yozuv darslari va o'qish darslari doimiy tarzda, parallel tarzda olib boriladi va ularga o'rgatib boriladi. Bolalarga tovush haqidagi ma'lumotlar kitob ochtirilmay beriladi. Tovushni ifodalovchi harf ko'rsatilgach, harf ustida ishlanish jarayoni amalga oshirib boriladi. Tovush va harf o'ziga xos xususiyatlar, ya'ni tovushlarni talaffuz qilamiz, eshitamiz, harflarni yozamiz, ko'ramiz, o'qiymiz. Hamma ravishda o'quvchilarning o'zlashtirilishini hisobga olgan holda asta-sekin tushuntirib boriladi. Ya'ni har bitta harfning elementlari yozilishi tartibi ketma-ketligi, ularning ifodalanishi holatlariga bu izchillikda ketma-ketlikda o'rgatib borilishi kerakligi nazarda tutilyapti o'quvchilarga. Demak, alifbo davriga to'xtaladigan bo'lsak, alifbo davrini o'rganiladigan o'sha tovushning, harfning va o'quv materialining murakkablik darajasiga ko'ra 3 ta asosiy katta bosqichga bo'lib olamiz. Bular unli tovushlar, ovozdor, sirg'aluvchi undoshlar, ya'ni ona, ana, il, in bilan tuzilishidagi so'zlar o'rganiladigan bosqich hisoblanadi. Ya'ni asosan o'sha savod o'rgatish davri osondan murakkabga qarab olib boriladi. Sodda, oson, o'rganishi oson bo'lgan o'quvchilar tez anglab olish imkoniyatiga ega bo'lgan jarayonlarni birma-bir ketma-ketlikda qo'yib boramiz. Ikkinchisi, artikulyatsiyasi qiyin bo'lgan, endi nisbatan o'sha tovushning talaffuzida o'quvchiga qiyinchilik tug'diradigan tovushlarimizga e'tibor qaratib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bular r, k, v, f kabi undoshlarning va yo'lbars, do'st, rasm kabi tuzilishdagi so'zlar o'rganiladigan bosqich hisoblanadi. Demak, 3-bosqichda o'rganilgan takrorlanib, harf birikmalari ng, sh, ch, ikki tovushni ifodalaydigan j va j shaklini beradigan bir xil ko'rinishdagi harf ikki tovushni ifodalab turilishi, tutuq belgisining ishlatilish o'rinlari, jo'ja, jurnal, jirafa, tong, so'ng, bodring, choynak, shudring shu kabi so'zlardan mana bu biz aytib o'tib ketayotgan harf birikmalari, ikki tovushni ifodalaydigan bitta harfni tutuq belgining ishlatilishi kabi holatlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu asosan o'sha o'rganilgan ma'lumotlarni yangilab, takrorlab ishlanadigan 3-bosqich edi. Alifbo davrining oxirida o'quvchilar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Agar mana shu bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan bo'lsa, demak biz alifbo davri, savod o'rgatish davrini muvaffaqiyatli yakunlagan hisoblanamiz. Hamma tovushlarni tanishi va har qanday holatda to'g'ri talaffuz qila olish kerak. Bu birinchi bosqich. Xo'p, ikkinchisida so'zning bo'g'in tovush harf tahlilini bilishi, so'zdagi tovushlarning izchil tartibini aniqlay olish kerakligi, tovush va so'zni bo'g'inga ajrata olish kerak. Ya'ni o'sha so'zlarni bo'g'inga ajrata olish kerak, bo'g'inlarni esa tovushlarga ajrata olish kerak. Tovushlarni bevosita tovush bilan harfni bir-biridan farqlay olinishi kerak. Tovush nima, harf nima ekanligini anglay olish kerak o'quvchi. Kesma harflar bo'g'inlardan so'z tuza olishi va o'qishi. Kesma harflar o'sha harflar tushirib qoldirilgan so'zlarni bevosita yozilish jarayoniga e'tibor bergan holatda o'quvchi o'sha tovushni, harfni qo'yib o'qib keta olish kerak. 2, 3, 4 bo'g'inli so'zlarni yaxlit adabiy orfoepik talaffuz bilan o'qish kerak. Ya'ni adabiy biz darslarimiz to'liqligicha adabiy til qoidalariga amal qilgan holatda, bevosita o'sha talaffuz qoidalariga amal qilgan holda orfoepiyaga, ya'ni to'g'ri talaffuz me'yorlarini bilgan holatda o'qitilishi kerak. O'quvchilar birinchi o'sha qisqa bo'g'inli so'zlar va sekin-sekinlik bilan o'sha bo'g'inlar sonini ko'paytirib borilishi kerak. Gaplarni ohangga rioya qilib o'qishi, ya'ni ohangga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. O'zi o'qigan matn mazmunini tushunib, ongli o'qishi, ya'ni ongli bu izohlab bera olish kerak. O'qigan ma'lumotni tushungan va uni tahlil qila olish kerak. O'qigan matn mazmunini savollar asosida soddagina qilib qayta takrorlab berishi, o'qigan matnga sarlavha topa olishi, to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakalariga ega bo'lish kerakligi asosiy o'sha mana bu ko'nikmalar sifatida ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu ko'nikmalarni shakllantirib olar ekanmiz, o'quvchilarimizda bevosita alifbo davrini to'liq yakunlab olganligimiz ko'rib olishimiz mumkin. Alifbo davri yozuv darslarining vazifasi kichik va bosh yozma harflarni to'g'ri shakllantirish. Ya'ni o'quvchilarga yozish o'rgatilar ekan, bevosita ularga kichik harflarning yozilishi, bosh harflarning yozilishi alohida o'rgatib boriladi va ularning har bittasi ustida ishlanadi va har bitta harfning elementlari yozib boriladi. Harflarni to'g'ri ulash, pastdan ulanadigan, o'rta qismda ulanadigan, yuqoridan ulanadigan harflar sifatida bevosita ularga o'rgatilishi. Alifbeda o'qigan bo'g'in, so'z va gaplarni namunaga qarab yozish. Ya'ni biz boya o'qish haqida gaplashib o'tib ketdik, endi esa o'sha o'qigan ma'lumotlarni yoza olish kerakligi aytib o'tilyapti. Gap diktantlarni yozish, ko'nikmani shakllantirish, izohli, saylanma, ko'ruv, ta'limiy diktantlar. Ya'ni bu yerda diktant turlari haqida aytilyapti. Bu boshlang'ich sinf o'sha alifbo davrida to'g'ri keladigan diktant turlari hisoblanadi. Ya'ni o'sha diktant yozilish jarayonida izohli, saylanma, ko'ruv, ta'limiy diktant yoza olishiga erishish, umuman grafik malakani shakllantirish. Grafika nima? Grafika bu yozuv qoidalari sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladigan asosiy jarayon va bizga to'liq o'sha yozuv qoidalari haqida ma'lumot beradi. Savod o'rgatish jarayonining oxirida bir darsda agar darsning 2-3
qismi yozuvga ajratilsa, 20 tagacha so'z yoza olishi talab qilinadi. Ya'ni o'quvchi savod o'rgatish davri tugagunga qadar, ya'ni birinchi yarim yillikda, demak, agar yaxshi o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lsa, 20 tagacha so'z yoza olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerakligi ko'rishimiz mumkin bo'ladi ekan. Savod o'rgatishning asosiy davri o'quvchilarga o'qishni o'rgatish. O'qishga o'rgatish uchun avvalo o'quvchi tovush va harf bilan yaxshi tanishtirilishi lozim. Tovush va harf bilan tanishtirishda bo'g'in, tovushni ajratish tamoyiliga rioya qilinadi. Ya'ni bo'g'inlar beriladi, bo'g'inlarni esa bevosita tovushlar sifatida ajratib olish imkoniyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi ekan. Harf bilan tanishtirish bir necha xilda amalga oshiriladi. Ko'rishimiz mumkinki, bular: birinchisi, mazmunni rasm yuzasidan savol-javob usuli bilan bog'lanishda tuzdiriladi. Ya'ni o'quvchilarning bog'lanish nutqini qay darajada ekanligini va ularni esa bevosita og'zaki tartibda ular qay darajada bog'layotganligini aniqlab olish maqsadida mazmunni rasmni ko'rsatamiz. Shu bo'yicha ular erkin fikrlarini bayon qilgan holatda bir necha so'zlarni o'sha bu gap holatida, bir necha gaplar esa umumiy abzatslarga birikkan holatda bog'lanishni tashkillashtirish kerak. So'z asos qilib analitik mashqlar yordamida o'rganiladi, tovush ajratib olinadi. Masalan, oy, o'qituvchi oy rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning nomini cho'zib aytayotganini o'qituvchilarda bevosita o'sha so'zni aytish jarayonida o'qituvchi o tovushini cho'zib oy shaklida aytadi va qaysi tovushni cho'zib aytayotganini o'quvchilardan so'raydi. O'quvchilar o tovushini aytgach, uning xususiyatlari haqida savol-javob o'tkaziladi. Ya'ni bitta tovushga alohida urg'u berilib, uni cho'zib talaffuz qilish orqali bevosita o'quvchilarda aynan qaysi tovushga e'tibor qaratilayotganligini va ular ham shu tovushga diqqatliroq bo'lish kerakligi ko'zda tutilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bevosita o'sha o'quvchilarimizni mana shu alifbo davrida o'qish va yozuv darslarini parallel olib boradigan bo'lsak, ham uning talaffuz tomoni, ham yozuv jihatiga e'tibor qaratib ularda bir xillikda amalga oshirib boradigan bo'lsak, biz kerakli natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi ma'lumotlarimiz bo'yicha mana shu ma'lumotlarimiz va kengroq ma'lumotlarni yana ham kengaytirib o'qib o'rganishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.